Sabir aka, kechga nima ovqat qiling? Bir mantiqiga manta yegim kelyapti. Mantiga ham xamir qilish kerak, zuvala qilish kerak. Unga hozir vaqtim yo'q. Bo'lmasam lag'mon qilgin. Lag'monga ham xamir cho'zish kerak. Unga ham erinaman. Unda sho'rva po'rva solib qo'y. Qaynatmami, mastabami? Voy, endi sho'rva qachon pishadi? Unga уже uspet qilmayman. 3-4 soat avval qilib qo'yishim kerak edi. Bo'lmasam bilganingni qil. Men o'zim o'ylolmayman, nima qilishni bilmayman. Siz aytsangiz yaxshi bo'lardi. Men aytayotganim baribir qilmayapsan-ku. Bo'lmasam moshxo'rda qilgin, moshxo'rda. Moshxo'rdagi mosh yo'q. Nima qil deysan? Bo'lmasam nima qilay? Bo'pti. Ko'chaga chiqsiz, biron narsa olib kelarsiz. Bo'pti, shunaqa qilamiz bo'lmasam. Nima olib kelay? Nimasam? O'zingizdan bilib nimadir olib kelavering. Nima unda? Pizzami, xot-dogmi, gamburgermi? Bilasiz, fast food umuman yemayman. Fast food yemasang, sushi olib kelaymi? Yoki ramyon? Sushi ramyon, yomon ko'raman. Aytyapti, nimadir etgan o'shanga qarab, men olib kelaman, nimadir yeyishingni etgan olib kelaman. Shunaqa, o'zi siz meni sevmaysiz, даже nima yeyishimni ham bilmayapsiz. Bo'ldi, kerak emas, yo'qoling. Cho'zza logika. Bu ayollarning miyasiga sibros berib olish kerak bor-ku. Ikkita tuxum qo'yib qo'ya qolgan. Ayol makinidan falak hayrondur, falak bo'lganiga pushaymondur.